Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kuzatgan aziz obunachilar. Andijon mashina bozoridan haftaning shanba kuniga bu qismga jigarlar Cobalt'larda syomka qilganmiz. Sizlar so'ragan yili pastroq, yili yangiroqlardan ham obzorni qilganmiz jigarlar. Sizlarga yoqadigan umidimiz yoqsa like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, uyda o'tirgan holatda mabodo bozorga chiqmasanglar, vaqtinglar bo'lmagan chog'ida ham biz videolarimizni ko'rib, narxlardan hech yo'q boxabar bo'lib turasizlar. Olganda sotganda iloji boricha yeb qolmaysizlar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Akam anchadan beri yo'qolib ketdi. 2-3 haftadan beri kuzatamiz. Chiqmayapsiz bozorlarga deganlarga ishlaricha ko'payib ketdi jigarlar. Uyda endi oz-moz qurilish ishlari, boshqa ishlar. Shuning uchun bozorlarga chiqmayapmiz. Chiqsak ham Instagramga video olyapmiz, YouTube'ga va video olgani vaqtimiz bo'lmayapti. Like bos, obuna bo'lib tursizlar, videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Bosorasizlar jigarlar, sizlar bilan Shohrubek Uz Andijon mashina bozoridan. Hop, birinchi Cobalt'imiz 2013-yil kraskasi necha foiz? 40% bor. 30-40% bor. Old-orqa butunmi so'ylar? Ha. Old-orqa butun. Usti rozinikimi yo sachilgan? Xo'p, usti sachilgan ekan. Mashinamizga metan gazlari bor, benzin ham yuradi. 200 qancha yurgan dedingiz, yumshoq balon? 264 ming probeg. Mana salon holatlari. 264 ming probeg, chexollar ko'jinning barlari bor, polilastalari bor. Bali, yevro variantimi? Orqa miyassarovka. Oldi elektriskiy. Ular chetga chiqqanlardan 2013-yil. 264 ming probeg, 30-40% kraskasi bor ekan, ya'ni yurgani ozroq ekan. Puli necha pul endi? 5100 ga beriladi. O'tib bermaysinlar. Bozorda o'zi necha pul deyapsiz bu anaqalarga? Kelganlar 5,5 ming kami bor deyapsiz. Biz obunachilarga mana bo'ladigan narxini aytyapti, 5100 ga berilar ekan. Qiziqqanlar telefon nomer 93 254 0058 ga qiziqqanlar aloqa chiqarsin. Ushbu nomerga aloqa chiqarasizlar qiziqqanlar aka, bozoringiz bersin. Xudo xolasa telefon qilishadi. Necha yili buni? 12. Kraska 30-25% kraskasi bor, lekin ko'rinishini 25 qilib qo'ysiz, ha, midnight qilib, chiroyli qilib. Karaski variantimi bu? 12 la karaski bo'ladimi, Braziliya bo'ladimi? Xo'p. Anaqasi bor, konditsioneri bor. ABS yo'q. Metan gazi bor, benzinga ham yuradimi? Benzin yuribdimi? Chiroyli diska, ha, mashinamiz yumshoq balonlari bor ekan. Mana salon holatlari. Chexol, evaga ko'rib, barlari 354 ming yurgan. Video registratormi yo oddiymi? Oddiy ekan-a. Metana? Metan. Mana ortidan yonboshlardan ko'rinish holatlari. Gempen chiqarami aka? Dokument muammo yo'q. Necha pul? Bu 5700 bor. 5700 kami bor. Kraskasi qanaqa dedingiz? 25-30% bor. Old-orqa butun. Xo'p, bunisi ham sizdan. 2015. Kraska? Strashni udari yo'q. ABS konditsioneri bor-a? ABS yo'q ekan, konditsioneri bor ekan. Bu ham 1 yevro. Abagresidina. Yumshoq balon va diska. Chexol bar, mana salon holatlari. Polek lasta deganik. Qancha? 400 ming yurgan video registratori bor ekan-a? Xo'p, mana ortidan yonboshlardan ko'rinish holatlari. Puli necha pul buni? 6300 dan o'tib beramiz. 6300 kami bor. Variantga bor mashinamiz. Faqat naqdmi? Naqd puliga yetmagan, bankman aytib beraveradi. Gench qurali ekan Gench ko'sa. qurali, xudo xolasa. Dokument muammosi, yurish turishi zo'r, xudo xolasa, yetmagan joyi mana. Bankdan beraveramiz deb aytyapti. Motor hadoylari zo'r ekan. Qiziqqanlar telefon raqami aka. 97lik 97 aytavering. 473 2080. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, biz davom etamiz. Cobalt'da borlarni xudo xolasa chiroyli qilib obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Iloji boricha yaxshi mashinalarni olamiz. Bu mashinalarning egalari yo'q ekan. ...2019-yil 30-40% kraskasi bor. Avtomat 3-paysi. Oldin olsa bo'ladimi aka? Yumshoq balonlari bor ekan. Mashinamiz yaxshi holatda. Voy
dod qizib ketibdi-yu. Ushlab turaverasizmi? Yopib qo'yamiz. Metan gazi bor. Puntlari ham bormi? Hop. Punti bor, metan gazi bor. Lyuklar ishlaydimi? Ishlaydi. Rollar o'zgartirilgan, tez monitorlar qo'yilgan. Hop, barlari bor, evakor ko'rik bor. Yurgani qancha edingiz? 268 ming yurgan. Puli necha pul? 8 mingda o'tib beramiz. 8 ming kam bor. Dokumentda GMP hamma hujjat bo'laveradi. Faqat oldi sotdiga. O'tkazib olish kerak. 100 olish kerak. Zatmet kameralar bor, faqat oldi sotdi. O'tkazib olish hozir qimmat bo'lib ketdi-yu. Kelishamiz aka. Necha pul qilishyapti bozorda? Endi chiqdi, hozir chiqdi. Telefon raqami qiziqqanlar. 90lik. 90lik 044 044 1937. 1937. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bu kobultlar e'lon qo'shmaylikmi kobultlarni? Necha yili? 13. Kraska 50-60% kraskasi bor. Konditsioneri ham yo'q ekan, buni bir ekan. Konditsioner abezlari yo'q, metan gazi bor lekin. Benzin ham yuradi aka, xudo qolsa. Mana salon holatlari. Qana? Mashinamiz yurish turishi zo'r. Asosiysi. Puli necha pul buni? 4700 kami bor. Dokumentda GMPN chiqaveradi. Egasidan chiqadi. Yana bormi kobultimiz aka? Bumi? 19. Kraskasi toza, avtomat korobka. 110 ming yurgan. Olasizlar mana puli yengirog'ini minaman deganlar. Bu varianti puli sal o'rtacharoq bo'lsin, kraskasi toza bo'lsin deganlarga 2019-yil kraskasi toza, avtomat korobka, avtomat minaman deganlar. Konditsioner abezlari bor mashinamiz. Bu benzinmi? Benzin umuman gaz qo'yilgan. Gaz qo'yilmagan. Yurgani qancha edingiz? 111 ming yurgan. Mana salon holatlari. Chixollari, evakor ko'ringlar. 111 ming bo'lguncha gaz qo'yilmagan ekan. Aka ishlar bo'layaptimi? Tinchmisiz? Yaxshi rahmat. Mana ortidan, yonboshlardan ko'rinishi, zatmet kameralari bor. Puli necha pul? 8300 dan o'tib beramiz. 8300 kami bor. Shunday. Variantga ham beramizmi? Ha, beraveramiz. Necha pul borga beramiz? Yarim puli bo'lsa. 4000 puli borga 6 oy 1 yil beraveramiz. berilaveradi. Bunisi ham berilaveradi. Bunisi ham beraveramiz. Ana bo'lsa. Qiziqqanlar aloqa chiqarish shu ekan, sizda ham yana bormi ko'p? Shu ashikalar. Shu ekan, telefon raqami 91 91lik 477 477 9009. 9009. Bartelan bo'laveradi. Yo'q, narsa devolarga. Dev mashinaga barter bo'ladi, dokumentlar keyin chiqaradi desa, Egasidan chiqadi. egasidan chiqadi, ekov ham bo'ldi aka, xo'p. Aytib o'tirgan nomerlar aloqa chiqarasiz. Ekov ko'p sotilsa bo'ldi ekan, olasizlar, naqqa olasizlar, variantga olasizlar, barterga. Qiziqqanlar aloqa chiqib, egasi bilan yana batafsil ma'lumotlar olib kelishib qo'ysanglar bo'ladi. Navbatdagi Cobalt'imiz 2022-yil kraskasi toza, 180 ming dedingizmi? Ha, 88 da o'zimi? Uzr-olma. 88 da o'zi. RS ablisopkalar qo'yilgan ekan mashinamizga, lekin bo'lmagan ablisopka bu. Hop, konditsioneri bor. Abezi bor. Pakaleyna, propan. Pakaleyna propan ekan aka. Propan pakaleyna. Metanmi u? Metan pakaleyna. Yumshoq balonlari bor. Va salon holatlari. Chirolchi hol bar mashinamizda evakor ko'riklari bor. 82 mingda o'zi ekan probegi. Kraska toza. Jikakka. Orqada mana qoraytirib qo'ygan stoplar 409 nomerlarda. Menimcha keyin chiqarsa kerak, yana bir foto so'rab qo'yamiz hozir. Generalni chiqaramiz. Puli necha pul? 9,5 kami bor. Variantchi? Bir 4000-5000 pul borga chiqaradi variantga. Bir 5-6 oymi yo 1 yilmi? Necha oygacha uzoq? 2 oyga beramiz. 3 oygacha chiqaradi. Nargisi ham sizdanmi? Yo'q. Bitta shu. Telefon raqami 97lik 472 1020. Ushbu nomerga qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar. Xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz 2022-yil kraskasi toza. Yurgani? Qancha? G'arat bor, qancha yuruvdi? Konditsioner, abezlari bor, pakaleyna. Pakaleyna propanmi? Propan ekan pakaleyna. 140 ming yurgan. Hop, yumshoq balonlari, mashina shumka ham bo'lgan.
Chexollari, barlari mana salon holatlari. Videoregistratori bor ekan, evakor ko'riklari bor. Kruz kontrollar ishlatib qo'yilgan ekan mashinamizda va mana ortidan ko'rinish holatlari. Puli necha pul aka buni? 9700 da o'tib beramiz. 9700 kami bor. Kraska toza 2022. Variant Yo'q, faqat naqd. Savdosi bo'lmadimi aka bugun? Necha pulgacha pul ko'rdi aka? Necha pulgacha bermadingiz? Oxirida necha pul qilishdi bozor? 94 ga bermadi. Ustiga yursa berasiz. Nariga ham sizlardan? Ha, 18. Uni ham qo'shib beray bir yo'la. 2018. Kraska Buni 3 ta detalda ozgina bor. Mana bu yerda orqa kapot. Petnomi? Ha, betno. O'ziniki hammasi. Shu yerda orqa kapotda uyatbedlarda chaqa chuqalari bor. Konditsioner, abezlari и bu metanli variant ekan. Xolasida mana metanli variant, xolasida propanli variant ekan. O'sha balonlari mashinani shumka bo'lgan. Yurgani 200 mingdan oshiqroq. Xo'p. Qanaqa manfonlari bu? Ular sensorli manfon qo'yilgan mashinamizga, polilastalari bor. Xullas, mashinamiz olinishga tayyor. Mana ortidan ko'rinish holatlar. Aka shuni o'tib ketavering. Mana yonboshlardan ko'rinish holatlari. Xullas bu mashinalarimizga bittadan shopir kerak ekan aka. Xudo xolasa, shopir olsa bo'ldi. Bo'ldi, yuradi, xudo xolasa oladi, maza minadi. Rasxoti yo'q. Yo'q, rasm. Yurishtirishi zo'r, xudo xolasa. Motor hado'ylari. Varianti yo'q. Yo'q, narx. Faqat narxda. Gench qo'radingiz akasini ham. Ha, gench chiqadi. Necha pul berdingiz buni pulini? 8000 da o'tib beramiz deyapmiz. 8000 kami bor. Resabli sopkalar qo'yilgan ekan. Xo'p, savdosi bo'ldimi bo'lmadimi buni aka? Necha pulga bermadingiz? Bugunmi yo uydami, qayerdadir? Bu 76 ga beramiz. 76 bo'ladigan narxi. Xo'p. Shu aka sizdan yana bormi? Bular ham sizdan. 15 imiz bor. 15 qo'shib ketaylik. 2015 kraska. Kraska toza. 2015 ham bor ekan, kraskasi toza ekan. Yili pastroq bo'lsa, kraskasi toza bo'lsa ham bo'laveradi deganlar ham mana konditsioner abezlari bor. Bu ham propan ekan. Kraskasi toza bo'lsa bo'ldi, yili pastroq bo'lsa ham bo'laveradi. Qizig'i yo'q deganlarga. Mexanika bo'lsin deganlarga mana hozir hamma avtomat olib ketyapti. Chexollari, polilastalari, mana tez monitorlar, torpeda chexollarigacha bor ekan mashinamiz. Mana ortidan, yonboshlardan ko'rinish holatlari. Necha pul? Toza. 72 da o'tib beramiz. 7200 kami bor. 7 ni pastda berasiz biz obunachilarga. Chiqaradi. Sizni obunachilaringizga chiqadi 7 pastida. Pastda. Shu uch sizdan. Ha. Telefon raqam 93lik. 93lik 671 671 0300. 0300. Yili pastroq bo'lsa, misol, mana yili yangirog'izga barter qilaveramizmi? Yili pastroq mashinalarga. Devo mashinalarga bo'laveradi hammasiga. Xo'p bo'ladi. Devo mashinalarga barterlar bor ekan, xohlaganinglar kelish bo'lsanglar bo'laveradigan imkoniyatlar bor ekan. Faqat naqqa sotilar ekan, lekin generalni chiqarar ekan. Yurishtirishi zo'r deyapti. Uchosga bittadan shopir kerak ekan. Aka-uka yo ota bolalar bo'lsa ham bo'laverar ekanda. Xo'p bo'ladi. Telefon nomerini aytdik aka. Aytib o'tgan nomerga aloqa chiqib, egasi bilan batafsil ma'lumotlar olib, baraka qilib qo'ysanglar bo'laveradigan imkoniyatlari bor. Jentralarimiz 2019-yil kraska. Kraska atlasda bor. Aha. 64 ming yurgan. Strashniy udari yo'q. Strashniy yo'q. Xo'p, bu yerda kraskasi bor ekan. Bu nima bu aka? To'linish paketida metan. Metanmi? To'linish paketida metan. Pumpa ham bor shekilli aka. Yumshoq balon va bu diskani kattasi bu aka. Zavodcha diskaga o'xshaydi, lekin kattasi aka. Necha razmer bu? 15 17 mi? Xo'p, shunka bo'lgan. Salon holatlari. Xo'p, mexanika. Ikkinchi vaysan bu aka. Evakor ko'riklari bor. Voy, yomon kuydirgan qo'ldi bu. Pulichi puli. Mana ortidan yonboshlardan ko'rinish holatlari. 7,5. Dokumentlari qanaqa bitadi aka? Ya'ni o'tkazib olish kerak. O'tkazib olish kerak. Ya, firma nomeri ekan, shunga aytayapman-da. Faqat o'tkazib olish sharti bilan. 7,5 kami bor. Nech pul bozor puli erdi? 68. Bermadingizmi? Yaxshi narx o'tdi lekin aka. O'tkazib olish hozir qimmat olib ketdi. Ashinisi ham ancha rol o'ynab qo'yapti. Xo'p, nechi buni yili aka? 22. 22 toza.
Avtomat. 3-pozisiya. Pakalina propanmi bu? Ana. Xohlasa propanli variant, xohlasa metalli variant ekanda. Ukalarga. Ukasi mexanika minaveradi, akasi avtomat minib qo'yaverar ekan. Luklar ishlab turibdi mashinamizda. Yurgani qancha dedingiz? 71 salon holatlari, evakor ko'riklari bor. 71 ming probek. Mana ortidan ko'rinish holatlari, optira stoplari ham bor ekan, Amerika ko'p. Bu ham o'tkazib olish kerak shekilli ham. Ikkosini ham o'tkazib olish sharti bilan. Firma nomeri ekan. Hop, optira amerikankalari bor ekan buni. Bunida led qo'yib qo'ygan ekan. Pul necha pul? Puli 11,5. 11,5 kami bor. Ozmuncha keldi. Faqat naqd sotiladi. Bank sanki barter sattir qilaveramiz. Bank barter bo'laveradi. Jem mashinalar bo'lsa. Necha pul bo'ldi bugun bu? Bugunmi yo, uydami, qayerdadir? Savdosi bo'ldimi, savdosi? 10.800 bermadingizmi? Qiziq qalay, telefon. Telefon raqam. 90li. 781 Hop. 1987. Ushbu nomerga qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar, aka Gentrani kelish bo'lsalar bo'laveradigan imkoniyatlari bor. Aka bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Hop. Navbatdagi Cobalt'imiz 2024-yil ekan. Jigarlar 2024-yil. Kraskasi toza. Metan propan pakalini. Propan metan. Propan pakalini aka. Xo'p. Konditsioner abezlari bor mashinamiz. Yumshoq balon qo'yilganmi o'ziniki ekan-a? Zavodga balonlarda mana salon holatlari. Chexol, evakorlari bor. Yurgani qancha dedingiz? Yurgan 52.500 bo'pti. Kraskasi toza. 4-fazi avtomat 2024-yil. Aka bu qanaqa bo'ladi akimutlar? 01 ekan u. Gen chiqaveradimi? O'tkazib olish kerakmi? Necha puli? 10.500 dedi aka. Kami bor. Kami bor. Variant qilmaymizmi aka? 10.200 ga beraveramiz naqqa aka. 10.200 ga naqqa beriladi. O'tkazib olish sharti bilan. O'tkazib olish. Barter bo'lmaydimi? Mabodo yili pastroq mashinasi bolalarga aka, dev mashinasi bo'laveradi. Ko'ramiz holatiga qarab. O'zi necha pul bermaysiz bugun aka, savdosi bo'lgandir. Aka 9.5 so'rashdi, 9.800 ga bermoqdik mashina pulishga. 9.800 gacha pul ko'rgan. 9.5 berib ketdi aka. Xo'p. Qiziqqanlar telefon raqami aka. 99li 99li 935 935 1000. 1000. Ushbu nomerga qiziqqanlar 24/7 aloqaga chiqarasizlar. Yana batafsil biz beramagan ma'lumotlar bo'lsa, egalaridan olsanglar bo'laveradigan imkoniyatlar bor. Aka bozoringiz bersa, aka sog' bo'ling. Xo'p.